Şinjan Şahla Xalqaro savdo cheklanish şirkati hojidarligidagi To'xtama to'xtay filmini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Shahlo Chosh doktori yurishlik mahsulotlari ssenaristdek mas rejissordek tozg'ib yomon maskelada. Bu filmni tuvandagi o'rinlama alaydi qo'lidi. Şinjan Qutyar yemeklik pan texnik cheklanish şirkati. Ma film haftada birli qism chiqdi. Chiqaverdigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab Xalqaro savdo cheklanish şirkati ro'yab yurishlik sog'lomlik mahsulotlari. Sağlamlığımız en mühim. Ro'yab hamro erdoyim. Parvish Shahlo Chosh doktorida. Ko'rkam choshlarni texmi asraydi. Mehrli qalblarni bir-biriga bog'lovchi Shahlo Chosh doktori chosh attir javhari. Hay kız bil ko'nglimni bersan, ham rost tur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hamim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. Müştah olsun yaxshi ko'rib qolanda. Hayır öyle. Ne öyle mi? Hayır öyle. Voy, to'xtaysiz nada? Ne öyle mi oldu? Ha, uyda bo'lsangiz mayli. Men shu menga uyga ketdim deb qo'yib, sizni bilan yak o'ynaga ketdimkin deb telefon urib boqman. Ha. Bo'pti, hamsa uxlavering. Ha, ma'qul, ma'qul. Sen? Qatama. Benim adama. Nimsala Aydın'ın bir ağabeyinisi. Resimsiz tağın bir adam lazım. Bu deptik ya Salaydın. Şu beni tanıştırıp koymak için. Yaxshi bo'pti ku. Şey verip güle. Shuni olmuş qolsin. Al. Odaş? Hı? Oldaş mı? Olduraz bu tügme adıdır. Az kaldı. O kompüterimi bir qarab baksan. Ya ma az kaldı. İspat lan kıpırayı çoy. Ya da birden de... Ya saklıp durayım. Aman bu ne? Vay. Bu ne? Vay bu. Sen ertegen ne yapmış da seyir körüp atadın mı? Endi şu seyir çıkarsa seyir kömeği qanday qilmam da. Seyir qarab atadım. Bu şu surat kartısına şoxşaydı bu. Hı? Hı? Degan iş bitmeydi o. Aa ekranın kayında bir sımba tutup duray ben pes qarab bakay. Aa bu ekranın kayında bir tal qarsın ba şunu çam tutuptu ha. Qaysi? Vay bir tallı qarsın ba onun kayında. Mavma?
Tok kaçık etmişli buldu. Adaş, Ha? tok tepti. Ha, bu unchilik tok tepkenge ishim bo'lmaydi. Ishqilib adati bu kompyuterlar partlash degan ishlar yuz bermaydi. Şu mig'iz. Aldırmay götürün lan hani. Karvat yırtıldı. Semekiler. Semekiler. Tötüne tank götürün lan. Ha aldırmay ha. Ha aldırmay. Tuttu. Peki ha. Ha aldırmay mı lan? Sen hazır ciddi qilib ishlatam sen? Ha bir hafta oldu iş atqılı. Odam boshqalarga ketib sataqi. O kimdir yarışib tutdi. Görüşüdü bir kılam diye. Oh. Perişlerden boğan kendi. Ersestra degan bak o. Asıl muşunda kiyindi. Nima yok ki dep çaşaqıp adamga. Oshi yarışizgan to'q bo'lsa. Şıngılama ha. Ne oldu ma zıva bedenge? Kompüter kögen partlap ketdi. Ya kompyuter seriq chiqdi olib qopdi-ku. Tushundingmi? Sen bilan qo'shib tang to'yini qilib kelaymi sheyli? Telefon qil. Nima? Rost seriq chiqdi olib qopdi kompyuter. Hey, To'xti. men ishdan tushay dedim. Kechki tomoqni birga yeylikmi? Tushdimi? Tushdi. Bugun avval siz so'qoqda qilamni nima? Men so'qoq o'tib qolmisiz sizga? Kech kino ko'raman deyishib qo'ydik-ku. Kech ko'rishaydi. 1 soat vaqt men tushib tomoq yeb chiqib bo'lsa birdan o'tkazdi. Tushdi o'zim yaray. Ha, mayli hamsa. Ha, ma'qul. Siz yaxshi tomoq yeyapsiz, ha? Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshi. Yolg'izmi? Ha, yolg'iz. Sizning tomoq qilasiz? Kudu tuxum bilan mefandi. Ko't tuxum bilan yeyman. Bo'ldi. Saqlab tutdim. Telefonda 5-ta xaridadan telefon qilib qopti. Abalımı? Ha, babal dayım tiyoda. Satırım kep kala. Qarab beqim. Ma'qul. Telefon kelib qoldi bu. Beqim shu baldır kep telefondan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bey. Telefon uzilib ketdi. Hay. Minoga. Ha, telefonunuz var? Ha, qo'ygan toq. Rahmat, rahmat. Ha, bismillah. Voy. Voy. Ha, Yuvashning mo'ngizi ichida deb qiz bola bilan birga ekansizda. Shu tomoq yegingiz kelmabganda men bilan. ya hozir men oshxona qilib qopdi-ku. Bo'ldi. O'shiq tushundi menga. Voy. Royda. I live deep in symmetry.
Endi keldi ama. Kep boğul ne bak oturdu sakla. Birdam saqlan o'lamsa, Maqıl. Sen noche. Ya bir gel çırayın manda qılmay bir külkü yürütüp otur adaş. Bulamda. Ben sende ötüne adaş. Manda bir külüp, manda bir otağın cuma adaş. Maqıl degen adaş. bildim, mana. Ketmaysan mana. Ha mağam. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Yaxshidingmi tuzukma? Sınıfta görüşmegine yo'qolib ketding qo'y. Ba şu aldıraşçılık. Ha, saqıtып koyduk ha. Yo'q. Nega saqitsa deysan? Ha, tanıştırıp ötey. Mening dаңlıq sana degen rəssam ağinem Əsəd. Rəsm degende mündəsiz aydı. Bir ko'rishim saqinmaydi bunda san'atkorlar. Assalomu alaykum. Kimlikdə adaş. Adaş, appak adaş. Ağin. Mahiyani chiroyi tatishib qoldimi? Ay, yak. Atağış balanslı. Tamam. O'tiringlar. Otur adaş. Ha, nima emas? Bana oxşaş. Əsəd adaş nimeyse? Samsa. Samsa. Samsini ham men topqin bo'ladi. Boshqacha bilmayman-da. Başka bir migine adaş. Samsa. Abab samsiyson. Yapapta. Samsa Bag'rimizga samsidan birini qolganlarni o'zimiz bilib ha. Fuko, makila. Ey, o samsida 10 ne? Langmandan 3 ne? Andan İtalyaca bilan bir ne? Döner kebapdan 2 ne kila? Bo'ldi xo'jayin. Andan ey. O çaydan bizning ma o'zimiz alaychi bilan qutyarni unutqama. Qutyarda 3 takirda. Bo'ldi xo'jayin. Baqa. Bunda gap adash qara. Bunda gap qara adash. Gapni tuzli qilaveray. Mayaga seni ikkinchi qidim kelsin qo'yaymi? İkinci kadar gelsin. Aldı qidim kelgan jonshosum bitmagan matrapdiki tambag'a ichidagi. Oshi tamg'a men rasm sig'izayapman. Odamning rasmini. Ademler resmi. Odamning rasmini. Ama Adem degen ne? Sızaydı. Rahat sızay. Sızaysan bu adaş. Mashta. Qo'y. Birla qarab bilgan bayata ishdan kirganlar san'at turibdi turibdi. Zalimishi san'at bilan shug'ullangan bolalar bor. Boshqacha. Ondan sizganda kimni sizmoqchi etsang? Aqajan kallanga kimni desam esin keldi. Mahmud Qashqarining bir rasmi bor. Unda o'tirgan bir rasmi. Kitob ko'rib, varaqlab o'tirgan bir rasmi. Ajoyib salobat rasmi o'sha. Oshini o'sha o'tiribdiki tamsiz sig'izaydi otimi. Bunda sapqonga bir xil milliy piroq chiqdi. To'g'ri. Mahmud Qashqariy sizsa milliy piroq chiqdi. Milliy piroq chiqdi. Mayoq Omoniy saxonni saymiz. Yana qilib sattar tortilgan bir mundoq bir ajoyib bir shunda bir fayz bir rasm bor-ku. Shu rasmni sig'izaydi otimi qara. Oshi sig'izsaq bir xil san'at piroq chiqdi. To'g'ri. Amoni saqan sizsa san'at piroq chiqdi. Buni mundoq qilganda ikkinchi qara. Allah gapni qara. Mundoq qilganda ekan mayoqqa Omoniy saxon, matrapga Mahmud Qashqariy sizsaq, ajraqdan kelgan odam qarabla mani o'g'illar hojatxonasiga, mani qizlar hojatxonasiga deb bildi-da. Asan farqatkin oldu. To'g'ri. Kelganlarda mundoq qarablam. Moya qarsa erlar hojatxonasi. Moya qarsa nima? Hojatxona? Ya hojatxona? Ya sen bilmaysan-ki qara. Men sen de qara. Tushunmaysan-ki. Men neni chet-ellarga aylanib keldim degina. Ya bularcha har xil cho'ngiylik narsalar bor-ku. O'zgacha payz narsalar bor-ku degina. Men faqat yarmi deyman, qaytib kelib mash Xinjiangdagi mashalarning ashxonlarning ichiga pardozlar faqat yarmi de. Sho'ng men bir o'zgacha bir o'xshamaydigan bir uslubni qilay dedim-ku. Başqa millatning qarindoshlarimiz kirib ko'rsmi? Malari ulug'larga deb hayron qolsin deyman-ku. Özümüzden milli örf-odatlar, özümüzden milli mındaq bir tarihi bir ulug'larimizni mındaq chiqarib qo'ysak, yaxshi emasmi? Bir ayol mındaq tutsa jiroqdan boshqa millatlar qarindoshlarimiz berib ko'rsmi? Ma Uyg'urlarning madaniyatiga deb huzurlanmamda. Shunda to'g'ri dedim-ku. Shunda da. Qarab. Haqacha men nima asratni bilmayman. Yaxshini siz bilasiz. Pul deganda chataq yo'q. Ma'g'inam bildi. Men pulga qattiq ko'z yummayman.
Tapılmayı so'rab baksam, sizlar qancha bola? Bizmi? Biz ikki bola. Ustunda bir ocham bor. Qarang, u ulug'lan sizma deb avarimman. Anda siz biray. Ayollarnikiga ochingizni, allarniki ochingizni erini biraymi? Adaş, Matrabga ocham ne? Matrabga ochamning eri bo'lsa, ochamga xil chiroyliq. Ochamning erining saqal yarashmasmikin matrab? Mameni tiladim-da. Yok tılımıdı. Tilladim, Yok tılımıdı. tilladim, Tılımıdı. tilladim, Yok tılımıdı. tilladim. Tıllaptı. Ha, qo'y, men men tilladim ketyaptimi? Ey! Men tillig'ida qo'ldingmi? Sen u eski. Muhabbet şirini vadimini eski yigit Uchira. Hapuma. Boşka çizip gitmeyin. Yaqma. O'tira. Efendim Samsungs geldi. Yo'qa. Ha, keldimi? Yalan tush qalanda. Men sana deyjuma qara. Sen başı bir ömür aşında samsiyep ötep gitse. Men samsiysanmi bir umr? Yegan samsam 100 kilo deyman. Sen-chu, topgan puling 100 kilo adamsan? 100 kilo alsang-chu, o'zing hisib olaverasizmi? Salaydin. U ulug'lan sizg'anga meni qalimim ojizlik qildi. Hojatxon qilsamdi. Buningki bundan mehnat pul topilgan mehnat ishni men tunishtirma. Osh qilib o'lishga roziman. Adaş. Esat. 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 Adaş ne amanda? Salaydin. Gerçi ba'zi vaqtda ba'zi ishlarim toz ko'zim sig'msimi? Sen do'stim qatori ko'rma. Bunda do'stlardan, og'inlardan o'zingni yiroq tut. Nemişqidu bu chaqda Saloydinning ko'ziga Asadning vichik badani shunchalik hayvat ko'rinib ketdi. U bu ishning buzilganligidan qilchilikmi afsuslandi. Aksicha Asadning to'g'ri tanlash qilganligidan mamnun bo'lgan edi. To'g'ri. Asadga haqiqatan muodatda birasi oldirab omroq bo'lmaydi. Uning ko'nglidagi san'atga va g'ururga bo'lgan shu o'lchimini hech kim tavallatamagan. Mana u. Ya Asad, asamsan daba qo'yibdi. I swear now I can't take it knowing somebody's got my baby and now you ain't around baby I can't think I should've put it down should've got that ring cause I could still Hey. Bu ne? Bir qalandan chaqirib kelding, samsayman deydigan. Hamma solib o'tir adash. Oldu rahmet. Meme berip. Samsiy. Hey, endi san kelib. Hey! Xo'jayin, Samsidan boshqa tamoqlar chiqaveradi. Nima samsa, nima? Mat, men bundiki deb qo'yay, mat. Oshqanda sams degan narsa chiqmasin. Kanada Jemison ozuqluq mahsulotlari qon aylanishini yaxshilab, qon tomirlaridagi to'salg'ularni ochadi. Qon besimini tuvanlatib, menga qon tomirlaridagi may va xolesterinni tozalaydi. Jigardagi mayni tozalab, immunitet iqtidorini oshiradi. Tabiiylik bebahodir. Kanada Jemison mahsulotlari. Akşam siz yaptınız. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Surat yasayotgan kerak. Qancha puli? Rayda men xato tushunib qoldingiz. Ya unda ish emas, men tushundim bo'mini. Shu meni xato tushunib qoldingiz. Men sizni saqlag'ili xeli bo'ldi. Ko'rinmaysiz. Men shu kino kanalida sizni saqlab turibman, chaqanoq kino.
Oy. Zıba. Yaxshimi? Kinoga yurganman. Ha, kino ko'raylik. O'zingiz yolg'izmi? Ha, yolg'iz. Ha, nim kino ko'rayapsiz? Aa, kinoni ko'raylik kino. Shu o'ylagandim, hozir hammadan shu kinoni ko'rayapti, hozir shundan chiqdim. Voy faqat yaxshi emas-ku u kino. Ya bo'lmasa, ay kinoni ko'rib beqqa? Biletni epop ekanmi? Ha, bo'pti unda xo'sa. Kelar qaytim ko'mamsiz. Ma'qul, ma'qul. Ay, ma'qul emas, men menga yaxshi ko'raverganjimi? Ma'qul, xo'sh. Ma'qul esa, xo'sh ko'rishib turdi. Buya turibsiz-ku? Nega vardingiz? Kinoxonaga? Kino qiziqarliqmi-ka? Hali bo'ldi-ka. Kim bilan bordingiz? Yolg'iz bordim. Yolg'iz bordingizmi? Ha, siz kelmagandan shuningla yolg'iz kirib ko'raverdim. Rost yolg'iz bordingizmi? Rost yolg'iz bordim. Nimishqa? Nimishqa? Nimishqa meni aldaysiz? Men nada sizni oldidim? Sizni kinoxonada bir qiz bilan turganingizni men o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam. Ey Royla. Men sizga tushundiray. U degandan Sodiqdan singlisi, qiyni singlisi. Shu kino tugagandan keyin uchrashib qoldik shu. Ajab udul kepti ha. Tushdiksini go mulozimatchi qiz dedingiz. Endi bu ne? Lekin men sizga yolg'on gap qilmagan tursam, rost tursa bu ishlarning hammasi rost. Peskesh. Oliy maktabda 6 yil yurgan muallim kichik bir qizni deb meni tashlab o'tib ketgan. Kichik vaqtimda dadam opam ikkimizni tashlab o'tib ketgan. Endi siz meni tashlab o'tmoqchimi? Yo'q, Royla unda emas. Ular degan ular. Men degan men biz o'xshamaymiz. Hammanglar o'xshaysizlar. Lekin agar siz bunda o'ylasangiz, menimcha bu mendiki masala emas. O'zingizniki masala. Burun men o'zimdagi masalakim deb o'ylaydim. Biroq men boshqalardan anglamadim, balki o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men buni tushundim, Royla. Sizning hissiyotingizni tushunyapman. Lekin men deydiganimni deb bo'ldim.
siz bo'ldingmi? Endi başladım kız işine. Ma putum tilib ketdi. Men sizman bera to'qonsiz sangmamda. Sınav to'xo bilan farqim yo'q nazarimda. Putum og'rib ketdi meni. Amsa boshqa harakat almashtirib. Qoldirdi sangmamda. Meni siz ishinglik sababim bilan kelishganligim uchunmi? Yo'q, boshqa a'zolardan topolmadim. Bekor chiqdim. Bir tush tomoq apamiding. At degandan boshlab sizvatsan. Chiq yaqmay sizib qolgan qo'shib tim tura. Da qo'pol gap qilmay, mana muloyim gap qilsamamda. Bug'doy ishing bo'lsin, bug'doy so'zing yo'qmi degan gap bor Uyg'urlarda. Sadiq, xapamay, eg'ir ko'may, avar qilib qo'ydim. Yaxshi bitirib beramsan. Yaxshi turmasang, og'zing eshitdimi? To'xtaga gap qo'ysangmamda. Endi Oshq beqarov uyqulay deb tavu. to'xta degan bir Qur'onga to'shqan odam. U o'zining bundan munosabatini qanday qilish o'zi biladi. Biz aralashmasak bo'ldi buning. Lekin mushbet ketelas. Olmas o'lib qolsa, ma to'xtab qoldi qara. Qana qilamiz uchada? Biroz aka tatqilomsa. Sim tatamiz? Buldan gap qo'y. Men tassanglar. To'xtama Sadiq. Savday Sadiq. Mamada Sadiq. Uningsi ko'rmanlarmi? Yasinninki ko'rinish bek askan da'vatqanti. Yasinning kim bo'lib ketdi? Biz to'xtaga gap yarashtirib qo'ysak qildi yani. Bu da ikisi ayrılıp ketmedi o. Arsa azra iş çıktı xalas. Bunu sen bilsen ben bilemem. Bu işler biz aralashmasak mı buldu? Yarashtirib qo'yish qo'ymaslik o'zining tanlashi. Biz Qur'onga yetgan cho'ng odamlar kichik manishlik qilmanglar, boshqalarni aralashmayli. Sizlar to'yqimidinglar, uqmaysizlar qara. Bu ikki odamdan biri ekanligi aslida nihoyat oson bo'lgan bir ish bu. Muhabbat degan qanday shakllandi? Bir-biriga manda bir qanot tepib, kang qo'saqlik bilan. Qara, men uch vaqt tayoq yeyman. Ayolimga nima deb turman? Nimishqa? Chunki men ayolimni yaxshi ko'raman. Boshqalar meni Saymaxun deb bir laqamdan qo'yibdi. Mayli, lekin men ayolimni yaxshi ko'raman, muhabbatlik turmushim bilan. Uningizga tilgan, yaxshi ko'rganlik, urgan, so'yganlik deb ayolim jiqsuydi meni, kuni uch vaqt suydi meni. Sizlar to'yqan qilsizlar. Shu men o'ylaymanki, biz ancha-muncha yordam qilib ikkisini kimdan savaliki yo'q, shunami? Uningizga ayol kishining kamisininki bexatarlik tuyg'usi pek azuldi qara. To'g'ri deding. Haqiqatan muhabbat ikki odamning biri ekanligi haqiqatan tasish. Biroq sen o'ylab boqdingmi? Bu ikkisining orasida paydo bo'lgan bu masala zaten nima sababdan paydo bo'ldi? Bu tipki masalaning chiqishi bu ikkisining orasida ma'lum bir ishda qimmat qarshi o'xshamaslik sababidan bo'ldi. Bu qiz hozir u xato tushundi. Ma'qul. Kela xatochi. Buningdan keyinchi. Bu ikkisining orasidagi ish hargiz sen o'ylagandek unchalik oddiy emas. Agar oilaning ideyasidan bo'sh o'tgan bo'lsa, o'zi to'xtab izlaydi. Agar o'zining shu o'tkilda o'tolmay qolsa, menimcha u to'g'ri talash qila oladi. Ham to'xtami shu. Shunga sen men bu ishlar aralashmasak ham bo'ldi. Bildingmi? Siz bildingmi? Bildim, mana. Atiyaq, men sizmi, sizdingmi? Ha? Bu men sotmay qo'ydingmi? Yetarlik. Ne bu siz kisibdingmi? Chunki bu qismda e'lon qiltirgan topolmadik. E'lon bizniki e'lon jig'o kitbar deydi. Man ko'z tillab salom bizni. Başta kıldırattım ben. Doğumdunuz mu? Poskunuzu açtım. Açığınız yangandı ha?
Tamam hep gelelim sen. Yani açığınız yanım yaptı da. Unda emas. Men mana 2 kun bek o'ylandim. Bunda yurayversak har ish kelmizga yaxshi bo'lmag'idek. Onun ustiga idoradan Janubiy Shinjon xizmat guruhi tushirdiga o'zim iltimos qilib tushishni qaror qildim. Sizning o'zingizga uchliq arzu armonlaringiz bor, mening ham shu. Anlamaslık mı sanmayı? Bapta oyalığınız yaxşı öptü. Şuna biz ayrılıp ketaylik. To'xti, shu ishroqlarga ketgan qizning simoyiga qarab, shundoq o'yladi. Rohila noit oqko'ngilli yaxshi qiz edi. Faqat oilasi va o'tmishdagi kechirmishlari sababli bexatarlik tuyg'usi kamchil bo'lib qolgan. U chuqur o'ziga tayinib bu o'tganlardan o'tish kerak. Balkim Rohila shuni tushunib yetkazga bu qarorlarni qildi bo'g'ay. Lekin mayli qandoq bo'lmasin, To'xtining qalbida mangu shu kullamchi qizchaqning aslimisi saqlanib qoldi. Keyingi qismdagi ko'rinishlar. Evet, tatlı bulduk. Şimdi hanım, Şinjan'ın üstüne içine dönüş yapmadık. Putquldi can degan es qolmadi, vallah. Film tartıştayız. Ya bir asınlar tushib bu yerdan qimdanlar, qamlashmaydi gap. Bilay Yasin, hemen mi aldın mı? Aldım. Hemen. Hey. He? Senin sumkanda mısın? Ya ben demez. En mühim mesele şu. Kuni. Sana bergan qo'y bergan. Ben mana oyga. Ben sınavda geliptim ha. Bu da yükle qolmadi. Oya bu. Gel hemen. En mühim mesele. Tak bitkense qalam qoqib qo'ypa. Beni... Ha, uzakça. Ixtiyor oplisin sodasi. Allah içecektin. Ağla. Ben de gittim. Ben de gittim. Hey. Ba. Ba. Emmiz var. Hey, hey. Hayt. Hayt. Ya. Assalamu alaikum. Aleykümselam, ayakta efendim. Ayakta. Ayısılar. Tanda Gülhan'ım ben, Gülhan ben, Bada Gülistan'ım ben. To'xtama to'xti filmimizni To'xtama to'xti saloni. Hem biz bilan hamkorlashgan Suba saloni, Uyg'ur televizor salonini ko'rasizlar.
Yana bizniki Bog'jon saloni, Mayin Shamol saloni, Yumirjon saloni, Muzikatlar saloni, Saxovatchi saloni, Xalqim 3 saloni, Aydara 13 saloni ham To'rzat saloni qatorliqlar ko'gildi. Undan boshqa yana ko'paytirib o'rganmoqchi bo'lsangiz, Kulkitori izzat to'rt ko'ra olasiz. Rahmat. Hamda biz xabarsiz lekin bizning filmimizni tarqitib berayotgan torbat salonlarga rahmat deymiz. Har qaysi torbat va salonlarning filmni o'z oldiga tarqitishiga ruxsat qilamiz. Assalomu alaykum. To'qma-to'qti filmni ko'rayotgan barcha do'stlar yaxshimisiz? Sizlar biz mukofot faoliyat ilib bormoqchi. Siz filmni To'sa Chamberga yo'llab 100 yurak erishganki 12 bizning To'qma-to'qti salonimizga yo'llab bizniki mukofot faoliyatimizga erishasiz. Oldingi 3 do'st bizniki shaxlashlikimiz alohida tanlagan chas asrash mahsulotlari. Shundoqla ham ro'yab shirkatniki oqsil to'liqlash, kalsiy to'liqlash qatorliq mahsulotlarga erishasiz. Albatta, bu faoliyatni biz o'sha yerda ilib boramiz. Oldingi 3 do'st bizniki bu mukofotlarimizga erishadi. Rahmat sizga. Touch me so, wanna be the